ko'plab rahbarlarni bir qiladigan muhim va qo'pol xatosi bor. Vazifani berishadi-da, hech qayerga registratsiya qilishmaydi, ya'ni yozib olishmaydi. Vazifani xodimga topshirishadi, lekin nima vazifa berishganini o'zlari yozib olishmaydi. Yozishmagandan keyin uni muddati ham yozilmaydi. Xodimlar uni bilishadi. Bu rahbar vazifa beryapti-da, lekin nima? Yozib olmayapti o'zi. Muddati ham yo'q. Uni kim qilishi ham yo'q. Tushunyapsizlarmi? Bo'ldi, xo'jayin qilamiz, bo'ldi qilamiz, bo'ldi, qolmaydi, ertadan qolmaydi, hozirdan qolmaydi, qilamiz deyshadi. Lekin birontasi bajarilmaydi. Natijada u boshqarayotgan jamoa ichida unga aytishmaydi edi rahbarga, "Neseroz rahbar" deb aytishadi. Chunki aytganini so'ra olmaydi, so'rashiga dalili yo'q. Ayta olmaydi-ku, to'g'rimi? Mana shunday vazifa beruvdim. Vazifani qildingmi yo'qmi deb ayta olmaydi, chunki hech qayerda nima yozilmagan. Unaqa rahbarni ko'rgan, undan tepadagi rahbarlar bo'lsa, menejerlar bo'lsa, bu rahbarga ishonishmaydi, chunki u rezultati yo'q, natijasi yo'q rahbar bilan.